Koreyaga qanday kelsa bo'ladi? Samolyotlarda Aniqroq qanday viza orqali? o'zbeklar uchun student hamda ishchi viza keng tarqalgan. Koreyaga student bo'lib kelish uchun qancha xarajat ketadi? Xo'p, minimal 2,5 ming dollar, maksimal 7 ming dollargacha xarajat qilsa bo'ladi. Koreyaga student bo'lib kelish talablari qanday? Yagona talab maktab bitirgan bo'lish kerak va til bilsa yaxshi. Qanday tillarni bilishi kerak va til sertifikati majburiymi? Xo'p, ingliz tilini IELTS kamida 5,5 kerak yoki koreys tilini TOEFL kamida 2 sertifikat bo'lsa zo'r bo'ladi, no majburiy emas. Til sertifikati yo'qlar qanday keladi? Xo'p, til sertifikati yo'qlar til kursiga, telex vizaga, immigratsiyadan viza olib kelish kerak bo'ladi. Koreya qizlar uchun xavfsizmi? Da 100%. Koreyada studentlar ko'p qismi spirtli ichimliklar va sigaret chekishga o'rganib qolishadimi? Bu tarbiyaga bog'liq, hamma emas. Koreyada stress ko'pmi? Ha, ko'p, chunki studentlar ham o'qib, ham ishlashi oson emas. Koreyaga kelmoqchi bo'lganlarga nima maslahat berasiz? Forward agency bilan kelsanglar, Koreyaga kelishlar yana ham osonroq bo'ladi. Yana o'zingizlar qanaqa qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyga yozib qoldirsanglar, videoning keyingi qismini batafsil javob berishga harakat qilaman.